Assalomu alaykum hammaga. Hammalarni esinglarda bo'lsa kerak, o'tgan safargi videoda kriptovalyutani sotib olish, kriptovalyutani Trust Walletga va Exodusga jo'natish va kriptovalyuta va blockchain haqida ba'zi bir narsalarni gaplashgan edik. Ya'ni kriptovalyutani xavfsizligi, xavfsizlik qoidalari haqida va nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak va ogohlantiriladigan joylar haqida gaplashgan edik. Hozirgi videoda Wofix platformasini kabineti haqida gaplashamiz. Ya'ni qanaqa qilib hisob raqamga kripto orqali pul tashlash, ya'ni depozit qilish va kripto orqali hisob raqamdan pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Shu joyda yana bir narsani talab qilmoqchimiz. Kriptovalyuta orqali depozit qilganda yoki depozit orqali pul chiqazayotganda sizlarni Trust Walletlardan pul chiqib ketib, boshqa joyga o'tib ketadigan bo'lsa, agar sizlar noto'g'ri adres qo'yadigan bo'lsanglar, noto'g'ri adresinglar bo'yicha pulinglar polностью yo'qib ketadi. O'sha narsaga juda ham diqqatli bo'linglar. Ya'ni sizlar noto'g'ri adres yozib qo'ysanglar, hech qanaqasiga pulinglarni topa olmaysizlar. Bu narsaga esa Wofix javob bermaydi. Bu Wofixga tegishli emas. Bu prosta sizlarning xatoinglar bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun pul tashlayotganda kriptovalyutada har doim adresga va blockchain tarmog'iga juda ham e'tiborli bo'linglar. Ko'rib turganinglar real hisob raqam. Oxiri 126. Xo'p, qanaqa qilib depozit qilinadi? Eng asosiy savollardan biri. Mana bu joyda depozit knopkasi bor. Xohlaylar mana shu yerdan bosib depozit qilinglar. Depozit mana shu yuziga o'tadi. Xohlaylar mana bu pastda ham depozit bor. Ustiga bossanglar yana mana shu joyga jo'natadi. Xohlasanglar mana bu chap panelda fund account turadi. Fund account o'tib mana shu yerdan depozit qilinglar. Kimga qaysi qulay bo'lsa, xohlagan joyda o'tib depozit qilishi mumkin. Xo'p, biz USDT TRC20, ya'ni Tron blockchain orqali depozit qilishni ko'rib chiqamiz. Depozit qilish qoidasi bir xil. USDT da ham, USDC da ham, qanaqa blockchain tarmog'i bo'lishidan qat'iy nazar hammasida bir xil. Prosta pul kirgizayotganda va pul chiqazayotganda blockchain tarmog'i har doim bir xil bo'lishi kerak. Va depozit qilayotganinglarda PSP tomonidan 2% komissiya olinadi. Bu Wofix'ning komissiyasi emas. Bu blockchain tarmog'i uchun olinadigan komissiya. Va mana bu yerda ham to'liq ma'lumot yozib qo'yilgan. Ya'ni bu yerda aytibdi mana 2% aytilyapti. Depozit qilganinglarda bir ish soatdan 24 ish soatigacha pullar tushishi kerak. Ya'ni bu vaqt oladi. Nimani hisobiga? Sizlar depozit qilganinglarda zgenerovanный adresga tushadi. Ya'ni zgenerovanный adresdan keyin likvidga o'tadi. Likvidda qachon sizlarning pulinglar ko'rinsa, o'shandan keyingina sizlarning kabinetinglarda pulinglar ko'rinadi. Shuning uchun masalan shoshmaslik kerak. Masalan 1 soatda bir ish soatida pulinglar tushmadimi, 2 ish soatida pulinglar tushmadimi, shoshmaslik kerak, kutib turish kerak. Likvidda pulinglar ko'rinishi bilan kabinetinglarda, hisob raqaminglarda yoki mana bu yerda platformada pulinglar ko'rinadi. Mana bu yerda ham pulinglar ko'rinadi. Xo'p, USDT TRC20 dan boshlaymiz. Hisob raqamni belgiladik. Minimal depozit $500, deb $500 belgilaymiz. Mana. Sizlar depozit qilganingizda mana shunaqa quyruq kod va mana bunaqa adres chiqadi. Sizlar qaysidan depozit qilmoqchi bo'lsanglar, mana bu yerda yozib qo'yadi. Mana USDT kriptovalyuta TRC20 blockchain tarmog'ini deb yozib qo'yadi. Xo'p, endi biz kabinetdagi hisob raqamga faqatgina Trust Walletdan yoki Exodus Walletdan depozit qilamiz. Men sizlarga hozir Trust Wallet orqali depozit qilishni ko'rsataman. Pul chiqazayotganda ham Trust Walletga chiqarishingiz kerak. Yoki boshqa walletga chiqarsanglar ham bo'ladi. Trust Wallet ishonchliroq. Mana bu $503 da birinchi Trust Walletga ko'chiraman. Oldingi videoda aytganman bu narsani. Mana vывести qilamiz.
Внешний кошелек или бирja. Dollarni belgilaymiz. TRS20 ni belgilaymiz. Mana bu yerdan adresni olamiz. Mana. Получить bosamiz. Mana bu yerga qidiramiz. USDT. Mana. Bizda USDT tarmog'i ko'rsatadi. Ustiga bossak, qo'yir kod va adres chiqaradi. E'tibor beringlar. Mana bu yerda Tron deb yozilgan. Mana bu yerda ham Tron. Kopiya qilamiz va adresni joylaymiz. Mana. Adres Найден deb chiqadi. Agar noto'g'ri adres bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda adres chiqmaydi. Mana shunga ham juda ham e'tiborli bo'linglar. Dalya qilamiz. Xo'p, bizda 503 dollarmi, 500 dollar qilamiz. Maksimal summa bor ekan. 500 chiqsa mana tekis tushadi. Endi biz общая summa 503.5 bo'lyapti. 3,5 dollar komissiya bo'lyapti. Trust Walletga tushadigan pul esa 500 USDT bo'lyapti. Mana. Hop. Parolni kirgizamiz. Mana. USDT bo'ldi. Trust Walletdan USDT chiqib ketdi. Telegram Walletdan Trust Walletga USDT chiqib ketdi. Mana bu yerdan chiqib ketdi. Trust Walletni yangilaymiz. Mana 500 dollar tushdi. Endi Trust Walletdan kabinetdagi real hisob raqamga pulni ko'chirishimiz kerak. Kopiya qildik. Qo'yir koddagi adresdan отправить qilamiz. USDT вставить. Keyin hammasini depozit qilamiz masalan. 528.19 mi? Hammasini depozit qilamiz. Maksimal summa 525 dollar chiqib ketyapti. Personal kошелектен chiqib ketyapti. Mana bu KVHM kошелекка tushyapti. Tron tarmog'i bilan mana set deb yozib qo'ygan. 128 ekonomiya qilyapti. Komissiya uchun 276 dollar komissiya olyapti. Hozir det qilamiz. E'tibor beringlar, 276 dollar komissiya Tronda o'zidan chiqib ketyapti. Mana bundan Trondan chiqib ketyapti. Menda esa 318 dollar bor, demak komissiyamga yetadi. Mana va обработка bo'ldi. Pulimiz Trust Walletdan chiqib ketdi. Xo'p, mana sgenerovanный adresdan likvidga pulimiz o'tibdi ekan. Hisob raqamimizda pulimiz ko'rindi. Demak, endi bitta narsaga e'tibor berasizlar. Transactionsga o'tamiz. Mana depozit qilingan. USDT TRS20 orqali mana bu ID bilan 120 oxir 126 bo'lgan real hisob raqamga depozit qilinyapti. 510.5 dollar. Ya'ni boya 525 dollar bo'ldi, to'g'rimi? Ya'ni sizlar depozit qildinglar, 2% komissiya olib qoldi. 2% komissiyadan qolgani 510.5 dollar bo'ladi. Chap tomondagi panel bilan to'liq tanishib chiqishinglar mumkin. Mana balans ko'rsatadi, equity ko'rsatadi, marja, свободный marja, уровень marjalar hammasini ko'rsatadi. Requestga kelsak, endi ikkinchi muhim joyi. Biz hozir qanaqa qilib crypto wallet orqali real hisob raqamga depozit qilishni ko'rib chiqdik. Endi qanaqa qilib pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Pul chiqarishdan oldin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi. Mana platformaga o'tsanglar, platforma obnovить qilaylik. Mana bu yerdan 510.5 dollar turibdi. Endi aytmoqchi bo'lganim mana bu email. Ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi, lekin bu juda ham muhim. Mana sizlar depozit qildinglar, depozitinglar bo'yicha email kelgan mana. Ya'ni reporting department, ya'ni Wofixda ma'lumot beradigan departamentidan sizlarga xabar jo'natilgan. Depozit tasdiqlangani haqida. 126 hisob raqam, USD valyutada 510.5 dollar miqdorida. Hop, endi pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Pul chiqarish uchun biz birinchi o'rinda chap panelga e'tibor beramiz. Mana bu yerda requests turibdi, ya'ni so'rovlar turibdi. Ustiga bossak, withdrawal turadi, internal transfer turadi, request status turadi. Bizga keraklisi pul chiqarish uchun faqatgina withdrawal. Internal transfer bu sizlarda ikkita hisob raqam yoki uchta hisob raqam bo'ladigan bo'lsa, mana bu hisob raqamlar ichida pullarni u hisob raqamdan bu hisob raqamga o'tkazish uchun amal qiladi.
Wofixda real hisob raqam faqatgina 2 ta, demo hisob raqami ham faqatgina 2 ta bo'ladi. Mana nima uchun sizlarga abuk bo'lyapti. Withdrawalga e'tibor beramiz. Hisob raqamni tanlayapti. Hisob raqamni tanladim. $514.5 bor hisob raqamimda. Mana USDT bo'yicha tanlayman. USDC bo'yicha tanlashim mumkin. Bankskiy bor. Bankskiy uchun sizlar birinchi o'rinda bank hisob raqamini qo'shishinglar kerak. Men kriptoga chiqarib ketaman. Menga o'sha yaxshiroq. Masalan, men Trust Wallet orqali hozir depozit qilgan bo'lsam, yana Trust Walletga chiqaraman. Menga shu qulayroq masala. Sizlar xohlaylar Trust Walletga chiqaringlar, xohlaylar Exodusga chiqaringlar, xohlaylar USDT orqali chiqaringlar, xohlaylar USDC orqali chiqaringlar. Farqi yo'q. Prosta pul chiqazayotganda adresga, ya'ni kriptovalyutada berilgan adresga va blockchain tarmog'iga juda ham e'tiborli bo'lishinglarni so'rab qolgan bo'lardik. Wallet adresi so'rayapti. Mana bu yerdan olaman. Получitni bosaman. Получitni bossam, postga qidiraman USDT deb. USDT. Mana bu kopировать qilib olamiz. Va mana bu вставить qilamiz. Tarmoqqa so'rayapti. Men hozirgina kopiya qilgan tarmog'im bu Tron tarmog'ida. Mana yaxshilab e'tibor beringlar. Va bu yerda ham Tron'ni tanlayman. Mana shunga juda ham e'tiborli bo'linglar. Agar adres boshqa bo'ladigan bo'lsa, pullar agar sizlarning hisob raqamingizdan chiqib ketadigan bo'lsa, kripto valyutalarga pul hech qachon tushmaydi. Mana shunga narsa e'tibor beringlar. Uni qidirib ham topa olmaysizlar. Shuning uchun har doim mana bu adresga va mana bu blockchain tarmog'iga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Hop, biz 514 bo'ladigan bo'lsa, kelinglar 114.5 ni chiqaramiz. Ya'ni mana bu qoldiqni chiqaramiz. Minimum pul yechish $10 bo'ladi. Submit ga bosamiz. What you have successfully requested dotda. Ya'ni biz $114.5 muvaffaqiyatli yechdik. Endi ya'ni biz so'rov berdik bunga. Mana bu yerda request deb turibdi. Ya'ni biz pul chiqarish uchun so'rovnoma jo'natdik. My account ga o'tamiz. E'tibor beringlar. My accountda hali pul yechilmadi. Chunki biz hali pul chiqarmadik. Pul chiqarish uchun so'rovnoma jo'natdik. Biz so'rovnomani endi tasdiqlashimiz kerak. Emailga ko'pchilik e'tibor bermaydi bu narsaga. Spamga e'tibor beringlar. Chunki bu Wofix'ning aybi emas. Masalan, spamga tushib qolish Wofix'ning aybi emas. Bu prosta emailda aybi. Masalan, sizlar e'tiborsiz bo'lishi mumkin, o'qimasliginglar bo'lishi mumkin, qanaqadir sabab bilan spamda qolib ketishi mumkin kelgan xabar. O'shaning uchun har doim spamni ham tekshirib qo'yinglar. Mana e'tibor berishinglar mumkin. Withdrawal request dot. Mana biz mana shu ID bilan, mana TT oxiri 236 ID bilan biz so'rovnoma jo'natdik pul yechishga. Mana so'rayapti endi. Pul chiqarishni tasdiqla deyapti. Pul chiqarish tasdiqlash uchun click the confirm the withdrawal request degan knopkani bosaman. Yangi sahifaga o'tadim va klient kabinetdan tasdiqlaganimiz bo'yicha so'rov ko'rsatish kerak. Mana biz to'liq so'rovnomani mana biz tasdiqladik. Endi my accounts ga o'tamiz. My accounts bitta yangilaymiz. Mana bizda $400 qoldi. $114.5 yechdik. Mana so'rovnomani tasdiqlaganimizdan keyin bizda balansimiz o'zgardi. Transactions ga o'tamiz. Transactions ga mana withdrawal dotda 114.5 dotda mana muvaffaqiyatli tasdiqlandi. Transaksiyamiz muvaffaqiyatli tasdiqlandi. Pulimiz xuddi depozit qilganimizda qancha vaqt oladigan bo'lsa, pul chiqarishdan ham shuncha vaqt oladi. Ya'ni 1 ish soatidan 24 ish soatigacha. Bu narsaga juda ham e'tiborli bo'linglar. Platformaga keladigan bo'lsak. Mana platformadan ham $114.5 yechildi. Bizning qiladigan ishimiz asosiylari mana shular edi. Birinchi videoda ham, ikkinchi videoda ham aytilgan barcha xavfsizlik qoidalariga diqqatli bo'linglar. Va pul chiqazayotganda ham diqqatli bo'linglar. Yana bitta narsani ogohlantirib o'tmoqchi edim. Request bo'limida mana request status bor. Mana request statusga o'tsanglar, pulinglarni mana bu yerda status tasdiqlangandan keyingina sizlarning hisob kashlogilarda ko'rinadi mana. $114.5 USDT orqali TRC20 blockchainida yechilgan.
va pending turibdi, kutilmoqda turibdi. Qachonki mana shu pending completedga o'zgarsa, men yechgan $114.5 Trust Wallet'imga qaytib tushadi. Ya'ni biz mana bu yerdan pul qabul qilishga bosdik. Agar mana bu yerda completed bo'ladigan bo'lsa, Trust Wallet'imda $114.5 ko'rinadi. Hammaga rahmat. Videoga diqqat bilan e'tiborli bo'linglar.